Alo, assalomu alaykum. Rahmat, Dilraboxon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi ishlar bilan? yaxshi o'zi. Rahmat, Xudoga shukr. Siz bilan Qalb satrlari loyihasi ijod muborak bo'lsin, Dilraboxon. Rahmat, Ilohim, mana shunday go'zal bahorlaringiz juda ham ko'p bo'lsin. Umringizning har bir kuni quvonchga to'lsin. rahmat aytganingizga. Dilraboxon, siz qadam qo'ygan ushbu yosh menimcha hayotingizdagi inshaalloh eng go'zal yosh bo'ladi. Barcha ezgu niyatlarni aynan mana shu yoshda amalga oshirishingizni tilab qolamiz. Rahmat, Va bizning loyihamizga sizni bir yaqin insoningiz yana murojaat qilib tabriknomalar yuborishgan. Kun davomida siz bilan bog'lana olmadik, ma'lum bir sabablarga ko'ra. Kech bo'lsa ham bizni endi hadyamizni, tabriknomalarimizni qabul qilasiz degan umiddamiz. rahmat. Kimdan kutasiz, Dilraboxon, mana shunday syurprizli tabriknomalarni? Yaqinlarim, ukam, akamlar bo'lsa kerak. Yana ozroq taxmin qilib ko'ra olasizmi? Yana Keling. shu yaqinlarim bo'lsa kerak. Tushunarli. Dilraboxon, bugun sizni tabriklab, sizni ko'nglingizni tog'dek ko'tarish maqsadida bir qadrdon insoningiz, bu sizni qaynopangiz Umidaxon opa murojaat qilganlar bizga. Ha. Rahmat, umrlar uzoq bo'lsin. Agarda ijozat bersangiz, endi ularning dilnomalarini ham sizga yetkazib qo'ysak. Mayli. Assalomu alaykum, mening aziz va suyukli kelinim, qadrdon singlim Dilraboxon. Sizni bugungi tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Bizning xonadonimizga fayz olib kelgan, kelin bo'lib emas, balki qadrdon farzand bo'lib kirib kelganingiz uchun sizdan minnatdormiz. Sizning maktabdagi mas'uliyatli faoliyatingizni ham, tinimsiz izlanishingizni va bilimga bo'lgan ishtiyoqingizni ko'rib, doim quvonamiz. 2 nafar jajji farzandingiz tarbiyasi bilan birga ham ishda, ham ro'zg'orda mana shunday chaqqon va namunali bo'lib yurishingiz tahsinga loyiq. Siz zamonaviy, bilimli va fidoyi ayol timsolisiz. Ilohim, ukam bilan baxtli, saodatli umr kechiring. Farzandlaringizning kamolini ko'ring, ularning rohat va farog'atida hamisha bosh bo'lib yuring. Yuzingizdan tabassum, qalbingizdan xotirjamlik arimasin. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, deya dil izhorlariga yakun yasaganlar. Rahmat, katta rahmat ukamga. Umrlar uzoq bo'lsin, baxtimizga sog'-omon bo'lsin. Biz ham juda yaxshi ko'ramiz, umrlar uzoq bo'lsin. Farzandlarga bosh bo'lsin. Farzandlarim katta rahmat ukamga. Sizga ham kattakon rahmat, Dilraboxon. Biz ham sizni yana bir bora muborakbod etamiz tavallud ayyomingiz bilan. Samimiy suhbat uchun, vaqt ajratganligingiz uchun minnatdormiz. Kelin emas, uyimizning erkatoyi. Oila degan bog'imizning nuri oyi. Maktabda ustozsiz, uyda bekadir, sizga bo'lsin olamning bor baxti joyi. Ham izlanib, ham farzandlar ardog'ida. Gullab yuring saodatning quchog'ida. Qaynopamas, opangizman, qalbim yaqin, tabriklayman sizni baxtning qarog'ida. Darvozani ochinglar, yo'liga gullar sochinglar, kelin boshqa kilodir, asta yo'ldan qochinglar. Salom dodim azizam, xush omaded xonadon, duyo muborak shavad, beton mehmon do'ston. Yor yoniga ibo bilan kelibdi, yorning xonadoniga hayo bilan kelibdi. Hay yo'la navo bilan kelibdi, tong kabi sabo bilan shifo bilan kelibdi.
xonadoniga hayo bilan kelibdi. Hay 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 ular navo bilan kelibdi. Tong kabi sabo bilan shifo bilan kelibdi. Qutlug' kelsin qadamlar, duo qiling odamlar, eng yaqinlar yig'ilgan g'animatdir bu damlar. Jamshuda shodiyona, tantanayu to'yona, do'stoni jon jamshid, imro'z hamin bahona. Yor yoniga ibo bilan kelibdi, yorning xonadoniga hayo bilan kelibdi. Hay 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 ular navo bilan kelibdi. Tong kabi sabo bilan shifo bilan kelibdi. Kelinimiz muloyim, istarali guloyim, Xudo bergan baxtiga ko'z tegmasin iloyim. Duo kunet qadrjon, duo kunet modarjon, yosh qo'shib pirshava to oxiri qadrjon. Yor yoniga ibo bilan kelibdi, yorning xonadoniga hayo bilan kelibdi. Hay 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 ular navo bilan kelibdi. Tong kabi sabo bilan shifo bilan kelibdi. Yor yoniga ibo bilan kelibdi, yorning xonadoniga hayo bilan kelibdi. Hay 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 ular navo bilan kelibdi. Tong kabi sabo bilan shifo bilan kelibdi.